Farzandini xususiy maktabga berayotgan ota-onalar orasidamisiz? Siz uchun bitta zo'r yangiligim bor. Aynan soliq kodeksida imtiyoz bor siz uchun. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ramiz. Bu videoni xususiy maktabga berayotgan ota-onalarga yuborib qo'yamiz do'stlar. Aynan 378-moddasi bor soliq kodeksini o'sha yerda keltiriladi. Har bir farzand uchun 3 million so'm pulgacha siz daromad soliq to'lamasangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, 12 million so'm oylik olasiz. Ikkita farzandingiz xususiy maktabga bergansiz. Xususiy maktabning puli 6 million so'mni tashkil qiladi ikkita farzand uchun. Demak, siz oldin 12 million so'mga 12% daromad soliq to'lab o'tirgansiz. Endilikda esa 12 million so'mdan 6 million so'mni ayirib, qolgan 6 million so'm qismiga siz faqat 12% to'laysangiz bo'ladi. Sababki, aynan farzandingizni xususiy maktabga berganligingiz uchun siz imtiyoz egasisiz. Aynan bu videoni farzandini xususiy maktabga berib qo'ygan ota-onalarga yuborib qo'yamiz do'stlar. Ular uchun foydali bo'ladi. Keyingi videolarda aynan siz uchun imtiyozni aytishim mumkin. Meni yo'qotmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Rahmat.